chuqurroq tushuntiraman. Kursgacha tayyorlov mini kursida siz to'g'ri bozorlik qilish darsini o'rganib olasiz. To'g'ri bozorlik qilish darsidan tashqari sizga men menyu beraman, 3 kunlik menyu beraman. Xohlasangiz siz men bergan menyu bo'yicha ovqatlarni tayyorlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz uyingizdagi bor mahsulotlardan hech qanaqa ortiqcha xarajatlarsiz to'g'ri ratsion tuzishni, mustaqil ratsion tuzishni bilib olasiz. Va sekin-sekin kursgacha ham zararli odatlardan voz kechib, sog'lom, foydali odatlarni shakllantirib borasiz. Natijada siz mustaqil uyingizdagi bor mahsulotlardan ratsion tuzishni va menyu tuzishni o'rganib olasiz va sekin-sekin zararli odatlaringizdan qutulasiz. Birinchi hafta bu adaptatsiya, moslashish haftasi. Moslashish haftasida ozish rejimiga adaptatsiya bo'ladi, ya'ni moslashish bo'ladi. To'g'ri ovqatlanish rejimiga, uyqu rejimiga o'tib olamiz. Birinchi kundan shaxsan o'zim jonli ratyashka va kardio mashg'ulotlari bilan shug'ullantiraman. Suv balansi va o'sha ratsionimizda qancha miqdorda suv bo'lishi kerak, qancha miqdorda kletchatka, yog'lar nimaga bo'linadi, qancha miqdorda oqsil yeyishimiz kerak, oqsillar nimalarga bo'linadi. Bularni hammasini birinchi moslashish haftasida bilib olasiz, o'rganib olasiz va kuratorlar o'sha birinchi kundan kursimizga 3 kun qolganda aloqaga chiqib, siz haqingizda to'liq ma'lumotga ega bo'lib, o'sha birinchi kundan sizni kuchli qattiq nazorat qilishni boshlaymiz. Sizdan doimiy vazifalar talab qilinadi. Qattiqqo'llik bilan bajarayotgan vazifalaringizni tekshirib boramiz. Bu yoqda anketa bo'ladi. Anketa xuddi klinikalarga o'xshab yuritib boriladi. Siz qanaqa vazn, qanaqa muammolar bilan, qancha vaznda, qanaqa kasallik muammolar bilan keldingiz va qaysi haftada qanaqa natijalar bo'lganini dinamikasini yozib boramiz. Va siz natijada qiynalmasdan, stresslarsiz, ortiqcha vazndan qutulishni boshlaysiz. Va birinchi 7 kunning o'zida sizda holsizlik ketadi, energiya ko'payadi va taningizdagi otyoqlar, shishlar, yog'lar ketishni boshlaydi. Endi qarang, bu yoqda yana birinchi haftada men o'zim tomonidan tayyorlangan video retseptlar ham beriladi. Ikkinchi hafta bu aktiv yog'larni eritish haftasi bo'ladi. Ikkinchi haftada yog'laringiz ketadi, moddalar almashinuvingiz tezlashadi. Yenimda semizlik bor yoki vazn qotib qolganlar uchun alohida video darsliklar beriladi. Bu yoqda shu aytganimdek ovqatlarimizda oqsil yog'larning balansini to'g'rilaymiz, energiya va chidamlikni oshirish darslari, vazifalari, emotsional va haqiqiy ochlikni ajratib turib ovqatlanishni boshqarishni va kun davomida charchoq, holsizlik, dangasalikdan qutulish uchun mashqlar beriladi. Natijada siz organizmingizdagi necha yillar davomida yig'ilgan eski saruv charvi yog'laringiz erishni boshlaydi va razmerdan, obyomdan kichrayishni boshlaysiz. Endi 3-chi hafta bu detoks, organizmingizni barcha shillaq, toksin, musorlardan tozalash haftasi hisoblanadi. Jigarimizni tozalaymiz. Misol uchun jigaringizni yog' bosgan va yog' bosganini hisobiga jigaringiz 30% ginasi ishlayapti. Tozalangandan keyin 100% ishlashni boshlaydi. Va buyraklaringizda shamollashlar bor. Jigaringizni davolaganimizdan keyin taningizdagi barcha shishlar ketadi va autofagiya, organizmni to'liq yuvish darsi beriladi. Bu autofagiyaga sekin mutaxassis bilan tayyorlanib kiramiz. Oshqozon, ichi, qorin osti yog'larini eritib va shirinliklarga tortuvchi bakteriyalar, patogen bakteriyalar tozalanadi. Bunda yuzlaringiz, teringizdagi dog'laringiz ketadi va og'izdan, teridan keladigan noxush, badbo'y hidlar ham yo'qoladi. Natijada siz organizmda necha yillar davomida yig'ilgan o'sha shillaq, toksin, musorlaringizdan xalos bo'lasiz. Hattoki mashq haftada agar autofagiyan to'liq qiladigan bo'lsangiz, bemalol 5 kilogramdan 10 kilogramgacha vazn yo'qotishingiz mumkin bo'ladi. Mana o'quvchilarimda mashq haftadan keyin aytdim-ku, mashindoq axlat toshlar ham tushishni boshlaydi. 4-chi haftaga kelib gormonlarni muvozanatini to'g'irlash haftasi bo'ladi. Erkaklarda erkaklik gormoni testosteronni oshirish uchun, ayollarda bo'lsa estrogen, o'sha ayollik gormonini oshirish uchun, jinsiy hayotni sifatini oshirib, er-xotin munosabatlarini yaxshilash uchun darsliklar bo'ladi. Bu darsliklardan, men beradigan darsliklardan tashqari, men mutaxassislarni ham jalb qilganman. O'zbekistondagi eng men hurmat qiladigan androlog, urolog, doktor Akbar Shoh tomonlaridan shu munosabatlarni yaxshilash uchun, gormonlarni to'g'irlash uchun darsliklar va bundan tashqari jonli efirlarni ham o'tib beradilar. Bundan keyin mana shu haftadan keyin barcha gormonlaringiz normaga keladi va bitta mashq haftada pobochkasi bor. Shu haftada ko'pchilik homilador bo'lib qoladi. Shundan ehtiyot bo'lasiz va terlaringiz tarillashadi. Er-xotin munosabatlaringiz yana ham yaxshilanadi.
5 haftaga kelib bo'lsa, biza butun organizmimizdan hamma musorlarni, shillak toksinlardan xalos bo'ldik. Organizmimizni detoks qildik va endi yetishmovchiliklarni to'ldiradigan payt keldi. Qachonki bizning ichiklarimiz toza bo'ladigan bo'lsa, butun organizmimiz hujayra darajasida tozalanadigan bo'lsa, undan keyin barcha vitaminlar yaxshi so'rilishni boshlaydi. Va bu haftada siz o'zingiz uchun, farzandlaringiz uchun, yaqinlaringiz, turmush o'rtog'ingiz, qaynona-qaynotangiz uchun kundalik qaysi vitaminlarni, qachon, qaysi payt to'g'ri ichishni, qancha vaqt davomida ichishni bilib olasiz. Soch to'kilishi, oqarishi, yog'lanishlar hammasi ketadi. Bu haftada men yuz teri parvarishi, soch parvarishi darsliklarini ham berganman. Bunda o'sha qanaqa yuzimiz uchun, terimiz uchun, sochlarimiz uchun parvarishlar qilishni, makiyajlar qilishni, qanaqa to'g'ri o'sha vositalarni tanlashni ham men o'zim shaxsan o'zim ko'rsatib o'rgatganman. Bu haftadan keyin siz organizmingizdagi barcha yetishmovchiliklarni to'ldirib, o'sha sochlaringizni parvarish qilishni, bo'yanishni ham o'rganib olasiz. 6-haftada biz 1,5 oyga o'tkazib qo'ygan bo'lamiz va oxirigacha motivatsiyada, zo'r energiyada borish uchun men motivatsion darsliklar, motivatsiya, intizom shakllantirish uchun men mutaxassislar bilan birgalikda darsliklarni tayyorlaganman. Odatlangan ratsion rejimini to'xtatib qo'ymaslik uchun kuchli motivatsion darslar, intizom shakllantirish darslari va bundan tashqari oliy toifali shifokor, psixoterapevt Nigora Abdusalomova miyamizdagi bloklarni yechish va intizomni davom ettirish uchun kuchli motivatsion darsliklar va bundan tashqari shu haftada o'zlari sizga jonli efir qiladilar. Jonli efirda hamma savollaringizni berib, mavzu o'tkazilgandan keyin hamma savollaringizga yechim olib, ozishingizga to'siq bo'layotgan barcha baryerlarni olib tashlashingiz mumkin bo'ladi. 7-hafta bu o'zini sevish, baxt gormoni, ichki ishonchni oshirish haftasi hisoblanadi. Bu haftaga kelib samootsenka oshadi. Er uchun, turmush o'rtog'ingiz uchun, yaqin insoningiz uchun magnit ayol bo'lish darsliklari beriladi. Qanaqa qilib gormonlarni to'g'irlash orqali eringizni magnit ayoliga aylanishingiz mumkinligini bilib olasiz va o'ziga tortuvchi ifor taratish uchun nimalarga ahamiyat berishimiz kerakligini va o'zimizni sevish haftasida men o'sha O'zbekistondagi eng hammamiz taniydigan Muslima Makeup, juda ham hurmat qiladigan Muslima Makeup tomonlaridan kunli o'sha to'g'ri kosmetika tanlashni, to'g'ri makiyaj qilishni, kunli, kechki, oqshomgi makiyajlar qilishni darsliklari beriladi va bu haftada sizga bitta emas, ikkita xalqaro toifadagi intim trener Simona tomonlaridan, Madina Junaydullayevna tomonlaridan mashqlar beriladi, intim mashqlari beriladi. Bu mashqlar orqali siz peshob ushlab tura olmaslik muammolaridan, tosh osti mushaklaridagi muammolardan xalos bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bu haftadan keyin munosabatlar tubdan o'zgarishi yuz beradi. Tosh osti mushaklaridagi muammolardan qutulasiz. 8-hafta sog'lom turmush tarzini hayot tarzingizga aylantirish. Ayollarda o'sha ko'pchilikda kuzatiladigan mioma, kista, polikistoz, endometrioz sabablari va uni oldini olishni, erkaklarda erkaklik quvvatini va testosteron gormonini oshirish uchun darsliklar, doim holsizlik, charchoqlarni keltirib chiqaradigan anemiya, yetishmovchiliklarni to'ldirish orqali uyquchanlik, dangasalikdan bir umrga qutulishni sirlarini bilib olasiz. Kunni barakali boshqarish va hamma ishdagi ulgurish uchun sizga darsliklar beriladi. Va eng oxirgi haftada biz vazn qotirishni, qayta semirib ketmaslikni o'rgataman, bilib olasiz. Bunda siz ideal qomatga erishishni va erishgan ideal qomatingizni ushlab turishni va kursdan keyingi hayot darsini bilib olasiz. Va aynan shu haftada siz bilan bitiruv oqshomini ham qilamiz. Mana sizga 9 haftalik kartamizni, xaritamizni tushuntirdim. Bu yoqda qancha ekan kurs deb yozibsizlar. Juda ham qatnashgim kelyapti. Ofisingiz Toshkentda, ofisingiz qayoqda? Skidka qiling kurslarga. Молодец. Juda zo'r tushuntirib olasiz. Rahmat. Xo'p, endi qarang, bu hali hammasi emas. Kurs davomida sovg'alarni yutib olish imkoniyati bo'ladi. Bunaqa yutib olish imkoniyatini nimaga qo'yganman? Sizning motivatsiyangiz tushib ketmasligi uchun kunlik, haftalik, oylik va butun 2 oy davomida eng zo'r natijalarni ko'rsatgan, aktiv bo'lgan, eng ko'p vazn tashagan, eng ko'p chaqqon bo'lib jismoniy harakatlarni qilgan, qadamlarni yurganlar uchun alohida sovrinlar ham bo'ladi. Va bu sovrinlarni olish uchun yana ham harakatni ko'paytirasiz va yana ham